hikoya qilib beradi. 1000 ta o'g'li bo'lgan. Har bitta o'g'lini har oyda jihodga jo'natadi. Har oyda bitta bolasi shahid bo'ladi. Keyingisini tayyorlardi, jihodga chiqaradi. 1000 oyda 1000 ta o'g'li shahid bo'lib tugadi. So'ngra o'zi chiqdi va o'zi ham shahid bo'ldi. Mana shu narsani Rasululloh aytib berganida sahobalar ta'ajjubga tushdi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu qissani eshitib havas qilayotgan sahobalarga qarab turib, bundan ham afzal bo'lgan amalni aytaymi dedi. Qadr kechasi Alloh taolodan savob umidida namozda, tasbihda, tahlilda, zikrda qoyim bo'lgan kishini qilgan ibodatining savobi 1000 ta bolasini shahid qilgan podshohning savobidan ko'ra ko'proq bo'ladi dedi. 83 yil, 84 yil tinmasdan ibodat qilgan odam qancha savobga ega bo'lsa, qadr kechasini topgan kishiga undan ko'ra ziyoda savoblar ato qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam